Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun bu mavzumiz hurmatli ayollarga tegishli. Ya'ni bu kasallik haqida ba'zida ayollar даже onasiga yoki opa-singlisiga aytishga uyalaydigan. Ya'ni masalan, yo'talganda, aksirganda, og'ir yuk ko'targanda bo'ladigan kasallik, ya'ni siydik tutolmaslik haqida gaplashamiz. Bunda masalan, bu hozirgi mavzu bo'yicha mana 5 daqiqa ichida men sizlarga nimalarni, ya'ni davolashni, qanday qilib o'sha uyalmaslik yo'llarini o'rgatib o'taman. Bu kasallik qanday paydo bo'ladi? Ya'ni bizning ayollarimiz juda nozik va organizmi juda murakkab bo'ladi. Xo'sh, misol qilib aytganda, xuddi 18 yoshli erkak va 18 yoshli ayolni tasavvur qilganimizda, fizически bunday olib qarasak agar, erkaklarimiz kuchli, ya'ni ayollarni bitta musht bilan ag'darib qo'yishi mumkin. Lekin shunga qaramay mana bizda ayollarimizda bu muammoni основной kelib chiqish sabablari bu, ya'ni stresslar, yillar davomida olingan mana infeksiyalar, hayajon har bittasi rol o'ynaydi. Ya'ni ko'p tug'ruq bo'lganda ham o'sha boyagi bizda mushagimiz bo'ladi. O'sha mushaklarimiz расслабление bo'ladi. Ya'ni ayollarniki ko'p tuqqanni hisobiga расслабление bo'lib qolganidan keyin quvuq sal pastroqqa tushadi. Shuning uchun siydik tutolmaslik kasalligi bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu kasallikni qanday qilib uy sharoitida davolash mumkin? Ya'ni ayol kishi endi boshlangan bo'lsa, o'sha ya'ni simptomlar endi boshlangan bo'lsa, bizga kerak bo'ladigan основной eng katta mashqimizdan biri bu Kegel mashqi. Xo'sh, buni biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Xo'p, buni men tushuntirib beraman sizlarga. Ya'ni ayol kishi ko'p tuqqandan keyin chanoq mushaklari slabiylashib qoladi. Shu slabiylashgan mышцаlarni biza mashq qilib, ya'ni kuchaytirishimiz kerak. Bunda kuniga misol siydik tutib turish mышцasi bor. O'sha mышцani biz har kuni 4-5 martalab 10-15 marta qilishimiz kerak. Ya'ni bitta o'tirganimizda 3, 4, 5 martalab qilgandan keyin kun davomida 10-15 marta qilsak agar, o'sha chanoq mushaklarini biza kuchga kirgizamiz va u mushaklar уже ishlab boshlaydi. Ya'ni qattiq ishlab boshlaydi. Siydik tuta olish bo'ladi. Agar lekin sizlarda bu mashqlar уже foyda bermayotgan bo'lsa agar, doktorga borishingizni maslahat beraman. Aziz ayollar, bu kasallikdan uyalish kerak emas. Buni misol vaqtida hal qilish kerak. Bu butun umr shunday qolib ketaman, bo'ldi, siydik endi tuta olmayman, yoshim katta bo'lib qoldi degan bahonalar bilan o'zlaringizni aldab yurmang. Vaqtida vrach qabuliga borishingizni maslahat beraman.